Hurmatli mijoz, bizga savolingiz bormi? Bir ozgina shoshmay turing, balki sizning savolingizga javob mana shu videoda bordir. Octobank birinchilardan bo'lib Xitoyning Alipay mashhur to'lov tizimi o'zining mobil qurilmasi Octomobile interfeysiga integratsiya qildi. Undan foydalanish uchun siz Octomobile ilovasiga kirasiz. Alipay Plus tugmasini bosasiz va QR kodni skaner qilasiz. Shunda siz so'mda to'lov qilasiz. Mablag' esa boshqa davlat valyutasiga avtomatik ravishda joriy kurs bo'yicha konvertatsiya qilinadi. Card not found, ya'ni karta aniqlanmadi belgisi, ma'lumotlaringiz noto'g'ri kiritilgan bo'lsa yoki bo'lmasam karta tizimda hali faollashtirilmagan bo'lsagina chiqishi mumkin. Avvalo kartangiz profilga qo'shilgani yoki bo'lmasam ilova bankomat orqali faollashtirilganmi yoki yo'qmi tekshirib oling. Agar hamma amaliyot to'g'ri bajarilgan bo'lsa-yu, lekin hanuzgacha xatolik ko'rsatilayotgan bo'lsa, mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmatiga murojaat qiling. Biz sizni kartangizni holatini tekshirib beramiz. Bu holat asosan mobil operator tizimidagi kechikish yoki bo'lmasam SMS blokirovkasi tufayli yuzaga kelishi mumkin. Avvalo xabarnoma xizmati yoqilganini yoki bo'lmasam telefoningiz xotirasi to'lib qolmaganini tekshiring. Telefoningizni qayta yoqing. Muammo hal bo'lmasa, biz bilan bog'laning. Biz amaliyot bajarilganini tekshiramiz hamda SMS xabarnoma xizmatini qayta sozlab beramiz. Hurmatli mijoz, agar sizda yana qo'shimcha savollaringiz bo'lsa, izohlarda yozib qoldiring. Biz albatta keyingi videoroliklarda javob beramiz.